Bu men va u uchun yaxshi jang. Hamma biladi UFC uni menga bergisi kelmayotganini. Nima degani aniq esimda yo'q. Grappling, jiu-jitsu deydi. Grappling, jiu-jitsu bu bizning ishimiz emas. Bizning ishimiz UFC. UFCda jang qilish. U Duplessis bilan jang qilishga rozi bo'lgan. Hozir bo'lsa Hamzat bu bo'lmag'ur jang deyapti. Yana nima, u mendan mashhurroqligi uchun uni nomidan foydalanayotgan ekanman. Men shunchaki Instagramda salom desam ham uni jangidan ko'proq prosmotr yig'aman. Bu yigit mendan mashhurroqligiga ishonmayman. Menimcha u bu jangni xohlamasa kerak. U buni biladi, UFC ham. Menga UFC nimalar deganini ayta olmayman. Bu Alexga hurmatsizlik bo'ladi. Hamma biladi u meni darajam emasligini. Ha, u eng yaxshi straykerlardan biri. Bu uchun uni hurmat qilaman. To'g'ri, u nokaut qila oladi, kuchli, lekin istalgan odamdan so'rang. UFC ko'radigan 99% odam biladi bu jangda kim yutishini.